Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Moskva yo'nalishi bo'yicha davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz qatnovi haftada 2 marotaba bo'ladi. Seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da Toshkent shahar Zobir Rahimov avtovokzalidan jo'nab ketadi. Hozir ham ko'rishingiz mumkin, avtobusimiz 18-raqam ostida joylashgan. Bundan tashqari Kazan yo'nalishi bo'yicha ham 16-raqam ostida joylashgan avtobus reysimiz birozdan so'ng jo'nab ketadi. Yo'lovchilarimizga sog' yo'l tilaymiz. Hozir ayni damda Moskva yo'nalishi bo'yicha bizda pasatka jarayonlari boshlangan. Sizga ham xuddi shunday ishonchli bo'lgan telefon raqamlarini ekranda qoldirilgan ishonchli raqamlarga bog'lanib, joyingizni bron qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr salomat.